Assalomu alaykum. Mavzumiz elektron o'quv vositalarini yaratish. Ushbu taqdimot elektron o'quv vositalarini yaratishga bag'ishlangan. Biz ularning ahamiyati, turlari, yaratish bosqichlari va samaradorligini baholashni ko'rib chiqamiz. Kirish. Zamonaviy ta'limda elektron o'quv vositalarining ahamiyati. Elektron o'quv vositalari zamonaviy ta'limning ajralmas qismidir. Ular ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Qulaylik. O'quv materiallariga istalgan vaqtda va istalgan joyda kirish imkoniyati. Tezkorlik, ma'lumotni tez va samarali o'zlashtirish. Moslashuvchanlik, har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashish. Elektron o'quv vositalarining turlari va xususiyatlari. Elektron o'quv vositalarining turlari juda xilma-xildir. Ularga elektron darsliklar, interaktiv simulyatsiyalar va video darslar kiradi. Elektron darslar matnli va multimedia materiallarni o'z ichiga oladi. Interaktiv simulyatsiyalar amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Video darslar murakkab mavzularni tushunarli tarzda izohlaydi. O'quv vositalarini yaratish jarayonining bosqichlari. O'quv vositalarini yaratish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat. Bularga tahlil, loyihalash, ishlab chiqish va baholash kiradi. Tahlil. Ehtiyojlarni aniqlash, loyihalash, struktura va dizaynni yaratish, ishlab chiqish, kontent yaratish va texnik amalga oshirish, baholash, samaradorlikni oshirish. Loyihalash va kontentni yaratish, mazmun, dizayn va interfeys. Kontent, dizayn va interfeys o'quv vositasining muhim elementlaridir. Ular birgalikda o'quv jarayonini qiziqarli qilishi kerak. Mazmun, to'g'ri va tushunarli ma'lumot. Dizayn, estetik va qulay ko'rinish. Interfeys, oson va intuitiv navigatsiya. Texnologiyalar tanlovi, dasturiy ta'minot va platformalar. To'g'ri dasturiy ta'minot platformani tanlash o'quv vositasining muvaffaqiyatini belgilaydi. Bu tanlov loyihaning maqsadlariga mos bo'lishi kerak. Dasturiy ta'minot, grafik, animatsiya va interaktivlik uchun vositalar. Platformalar, veb, mobil va boshqa qurilmalarda ishlaydigan yechimlar. Moslashuvchanlik, turli operatsion tizimlar va qurilmalar bilan moslik. Interaktivlik va o'zaro ta'sirni ta'minlash usullari. Interaktivlik o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bunga testlar, o'yinlar, simulyatsiyalar orqali erishish mumkin. Testlar bilimlarni tekshirish, o'yinlar qiziqarli o'rganish, simulyatsiyalar amaliy tajriba. O'quv vositalarining samaradorligini baholash metodlari. Samaradorlikni baholash o'quv vositasining muvaffaqiyatini aniqlashga yordam beradi. Bunga test natijalari, so'rovlari va kuzatishlar orqali erishish mumkin. Test natijalari, o'zlashtirish darajasi, so'rovlar, foydalanuvchi fikri, kuzatishlar, harakatlar tahlili. Elektron o'quv vositalarini sinovdan o'tkazish va takomillashtirish. Sinovdan o'tkazish va takomillashtirish o'quv vositasining sifatini oshirishga yordam beradi. Bu jarayon foydalanuvchilarning fikrini hisobga olishni o'z ichiga oladi. Sinov, foydalanuvchilar bilan testlar o'tkazish, fikr mulohaza, xatolarni aniqlash va takliflar olish. Takomillashtirish, olingan ma'lumotlar asosida o'zgartirishlar kiritish. Tarqatish va qo'llab-quvvatlash strategiyasi. Tarqatish va qo'llab-quvvatlash strategiyasi o'quv vositasining keng auditoriyaga yetib borishini ta'minlaydi. Bunga marketing, texnik yordam va yangilanishlar orqali erishish mumkin. Marketing, ommalashtirish, texnik yordam, savollarga javob berish va muammolarni hal qilish. Yangilanish, doimiy takomillashtirish. E'tiboringiz uchun rahmat.